Nishon marka o'q qurollar do'konida yangilik Reximix 412 pompovoy quroli. Sizlar bilan bugun buni to'liq razborka, zborka va ichidagi mexanizmlar bilan birma-bir tanishamiz. Mana biroz ko'rishlar mumkin. Mexanizmlarini bizdan ko'pchilik so'radi. Mana shu qurol bo'yicha hozir sizlar bilan birma-bir ko'rib boramiz. Buning ichida nima bor? Zborkalar juda ham oddiy, oson, sodda. Stol alohida yechiladi. Zatvori alohida yechiladi. Bunda mana ichida nima bor? Zatvor bor, alohida yechiladigan va zatvorning plankasi bor. Ichida shiftalli mexanizm bor. Bitta shiftalli urish bilan chiqib keladi. Mexanizmga keladigan bo'lsak, juda ham sodda, ortiqcha narsasi yo'q. Biz uchun beshotarlarga o'xshagan prujina boshqa bola-bota narsalar yo'q. Oddiy planka zatvorga o'rnatilgan. Shu buni hali buzilib qoladi, boshqa qiladigan narsalarga menimcha hojat yo'q. Juda ham sodda mexanizm. Asosiy o'qni tashqariga tashlab beradigan narsasi mana shu narsa bo'ladi. Qisib olish, boshqa degan narsalar bu qurollarda menimcha kuzatilmaydi. Qayta yig'ilishi ham juda oson. Mana plankasi joyiga tushadi. Zatvorning ustiga shundoq qo'yiladi. Mastoni korobkasi joylanadi. Albatta, doim o'qchilarimizga ko'pchilik murojaat qilyapti ekan, yig'ishga qayta qiynalib zatvorni oldiga tortib qo'yib, keyin stolni o'rniga tushirish kerak. Juda ham oson. Ushbu qurolni sotib olish uchun o'qchilik jamiyatiga a'zo bo'lib, ichki ishlardan qurol sotib olish yo'llanmasini o'zi kifoya bo'ladi. Sizlarga hech qanday 10 yillik staj talab etilmaydi ushbu pompovoy qurollar uchun. Bemalol Nishon marka o'q qurollariga do'koniga kelasizlar. Narxlari $550, $500 atrofida ekan. 12 kalibr, 76 stol, 76 patron.